alaykum. Bugun sizlar bilan yana aka Behruz. Hozir sizlar bilan Ark qalasi haqida suhbatlashamiz. Qani unda ketdik. Tasavvur qiling, siz 2500 yillik tarix ustida turibsiz. Bu devorlar qancha hollar, amirlar, g'alabalar, xiyonatlarni ko'zdan kechirgan. Bugun biz sizlar bilan O'rta Osiyodagi eng qadimiy qal'alardan biri Buxoro Arkiga sayohat qilamiz. Biz hozir Buxoro Ark qal'asining Dolon qismiga yaqin joydamiz. Mana shu yerda ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo juda muhim bir masjid joylashgan. Bu yerga kelsangiz, albatta bulardan xarid qiling. Bu masjid Ark qo'riqchilari va xizmatkorlari uchun qurilgan. Chunki qal'ada xizmat qilgan har bir kishi, hatto navbatchilar ham namoz vaqtida qal'ani tark eta olmagan. Masjid juda sodda, bu yerda hashamat yo'q, bezak kam. Chunki bu joy dabdaba uchun emas, ibodat uchun xizmat qilgan. Masjidning Dolonga yaqin qurilgani bejiz emas. Bu yerda navbatchilar tezda kirib, namoz o'qib, yana o'z xizmatiga qaytgan. Bu kichik masjid Ark qal'asidagi kundalik hayotni aks ettiradi. U bizga shuni ko'rsatdiki, hatto eng muhim harbiy va siyosiy markazda ham ibodat uchun alohida joy ajratilgan. Hozirgi kunda ushbu masjid muzey sifatida foydalanishga topshirilgan. Bu joy Buxoro Ark qal'asining ichki chorraha yo'lagi hisoblanadi. Bu joy qal'a hayotining muhim nuqtasi bo'lgan. Aynan shu yerda yo'llar turli xizmat hududlarga ajralgan. Mana bu tomonda somonxona, ya'ni otxona joylashgan. Ark qal'asi faqat yashash joyi emas, balki harbiy va davlat markazi bo'lgani uchun otlar doimo tayyor holatda saqlangan. Otlar amirning harakatlanishi, elchilarni kutib olish va favqulodda vaziyatlar uchun zarur bo'lgan. Shu sababli somonxona Dolonga yaqin qurilgan. Bu yo'lak bizni salomxonaga olib keladi. Salomxona bu rasmiy qabul joyi. Bu yerda Buxoro amiri mehmonlarni, elchilarni va amaldorlarni qabul qilgan. Salomxona bu Buxoro Ark qal'asidagi eng muhim rasmiy binolardan biri. Bu joy Buxoro amirining davlat yuzini ifodalagan. Bu yerda xorijiy elchilar, yirik savdogarlar va yuqori martabali amaldorlar qabul qilingan. Har bir mehmon qayerda turishi, qayerga o'tirishi qat'iy tartib bilan belgilangan. Salomxona hashamatli ko'rinishda qurilgan bo'lsa-da, undagi bezaklar amir hokimiyatini va davlat tartibini ifodalagan. Bu joyda siyosat, diplomatiya va marosimlar o'tgan. Salomxona bu oddiy bino emas, bu yerda qarorlar qabul qilingan, taqdirlar hal bo'lgan va Buxoro amirligining rasmiy hayoti shakllangan. Bu yerga kelib har bir muzeyni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu yer o'ylaganimdan ham kattaroq ekan. Sizlarni ham taklif qilaman bu yerga.
Salomxona hozirgi kunda muzeyga aylantirilgan. Ilgari bu yerda Buxoro amiri rasmiy mehmonlarni qabul qilgan bo'lsa, bugun u tarixni saqlayotgan maskanga aylangan. Eksponatlar orqali amir saroyining hayoti, davlat boshqaruvi va marosim madaniyatini tasavvur qilish mumkin. Salomxona binosining o'zi ham muzeyning bir qismi hisoblanadi. Devorlar, ustullar va ayvonlar o'z davrining me'morchilik uslubini saqlab qolgan. Bugungi Salomxona muzeyi Buxoro amirligining siyosiy va madaniy tarixini bir joyda jamlagan noyob maskan. Bu joy Ark qal'asining eng muhim joylaridan biri, taxtxonadir. Aynan shu yerda Buxoro amiri taxtda o'tirib, davlat ishlarini boshqargan. Taxtxona Ark qal'asining balandroq nuqtasida qurilgan. Bu bejiz emas. Amir yuqorida, xalq esa pastda turgan. Bu joylashuv hokimiyat ramzi bo'lgan. Taxtxona ochiq ayvon shaklida bo'lgan. Rasmiy marosimlar, farmonlar o'qilishi va muhim qarorlar aynan shu yerda e'lon qilingan. Buxoro arki oddiy qal'a emas. U davlat markazi, hokimiyat yuragi bo'lgan. Tarixchilarning fikricha, Ark miloddan avvalgi 1000 yillik oxiri, milodiy 5-asrlar atrofida shakllana boshlagan. Afsonalarga qaraganda, Arkni Siyovush qurdirgan. Siyovush Eron epik qahramoni bo'lib, u bu yerga kelganda bu yerni bunyod etgan. Shu sababli ham Ark uzoq vaqt davomida muqaddas joy sifatida ko'rilgan. Eng muhim jihati shundaki, Ark sun'iy tepalik ustida qurilgan. U har doim vayrona bo'lganda, uning ustida yangi binolar qurilaverilgan. Shu sababli asrlar davomida tepalik balandlashavergan. Biz hozir Buxoro Ark qal'asida joylashgan Qushbegi bo'limi yonidamiz. Qushbegi Buxoro amirligida eng yuqori lavozimlardan biri hisoblangan. Qushbegi amirdan keyingi eng muhim amaldor bo'lgan. U davlat boshqaruvi, moliya, ichki tartib va amaldorlar faoliyatini nazorat qilgan. Bu bo'limda muhim hujjatlar ko'rib chiqilgan, buyruqlar tayyorlangan va viloyatlardan kelgan xabarlar qabul qilingan. Buxoro arki bu shahar ichidagi shahar. Uning ichida oddiy odamlar emas, balki davlat uchun muhim bo'lgan shaxslar yashagan. Arkda joylashgan edi amirning saroyi, devonxona, harbiy qo'mondonlik, zarbxona, masjid, hibsxona, xazina, hammom. Oddiy xalq Ark ichiga kira olmagan. Bu joy hokimiyat va qo'rquv ramzi bo'lgan. Arkning umumiy maydoni taxminan 4 gektar. Devori balandligi 16-20 metr, qalinligi 6 metrgacha, umumiy uzunligi esa 700 metrdan ortiq. Asosiy kirish joyi Registon tomondan bo'lib, u baland rampali yo'l orqali amalga oshirilgan. Bu yo'l orqali o'tliq qo'shinlar ham bemalol kirgan. Darvoza 2 ulkan minoraga o'xshash tuzilma bilan mustahkamlangan. Bu himoya, kuch va qudrat ramzi bo'lgan. Ark ichidagi hayot tashqi shahardan mutlaqo farq qilgan. Bu yerda amirning oilasi, yuqori martabali amaldorlar, harbiylar, ruhoniylar yashagan. Bu yerda qonunlar juda qattiq bo'lgan. Jinoyatchilar Ark ichidagi zindonlarda saqlangan. Ba'zida hukm Registon maydonida omma oldida ijro etilgan. Ark adolat emas, hokimiyat joyi edi. 1920-yil sentyabr oyida Ark o'z tarixidagi eng katta vayronani ko'zdan kechirdi. Qizil armiya tomonidan Ark to'plar bilan
o'qqa tutildi. Natijada amirning saroylari, tarixiy hujjatlar, xazina xonalari vayron bo'ldi va qaytib u yerlar tiklanmadi. Bugungi kunda Buxoro Arki muzey majmuasi, bu yerda qadimiy qurollar, amirlar hujjatlari hamda arxeolog topilmalar mavjud. Agarda videomiz yoqqan bo'lsa, bizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi manzilimiz ushbu minora. Xayr!